Assalamu alaykum. Tayyorlik komitetidagi barliq vatandoshlarım yaxshimisizlar? Men vatandoshlar Ablajon Leylinaman, Amerikadan so'zlayapman. Aziz vatandoshlarım, bizning bu tayyorlik komitetimizga yig'ilganimizga 1 yilga yaqin vaqt bo'ldi. Ammo biz bir qism vatandoshlarımizning o'ttirg'i chiqib, hozirgi mavjud hukumatlarni bir hukumat qilib, yig'inchoqlab, ittifoqlashib, hamkorlashib, bir hukumat bo'lib qurilib, vatan millat uchun va uning mustaqilligi, hurligi, ozodligi uchun haqiqiy ma'noda tashqi dunyoda siyosiy faoliyat va inqilob kurash ilib boradigan bir organni, bir merkezni barpo qilib chiqamiz. U bo'lsa-mu bir tanlam Sharqi Turkiston surgun hukumati deb o'ttirg'i chiqqandan keyin biz bundaq bir to'g'ri chaqiriqning orqasida turadiganligimizni bildirib, bu topdagi barliq vatandoshlarimizni toki mushu oldimizdagi 11 ayning 12 kuni o'tkaziladigan saylamgacha biz bu tayyorlik komitetimizni vaqtincha to'xtatib turadiganligimizni e'lon qildik ve şu fikrimizden arkasında durup ta ki 11. ayının 12. günü bulanın diginidek bu hükümet bir hükümet bulmay, eksince bu hükümetlerini bir kılımız deyip oturga çıkan bu kayırındaşlarımız 5-6 aylan bir yere çıkılıp internette torladılar, özara saylam ötküzüp yeni bir hükümetini berpa kılış arkalık bizning işençimiz ve milletimizin g'oyasi, orzusini ve bularga bo'lgan ishonchni tamamen yok chiqadi. Yok chiqadilar emas, düşmanimizni xo'sh qilib, do'stlarimizni ve milletimizni intayin ig'ir bir azobga soldi ve numusga qo'ydi. Bu hakikaten bizga o'xshash tarixda davlat qurgan, imperiyalarni qurgan, xonliqlarni qurgan ve xaqonliqlarni qurgan dünya tarixida ve dünyaga devletçilikni ügetken ve devlet başkuruşunu ügetken Çingizxandek bir güçlük hakimiyetinin siyasetini belgeleyen, hatta onun til yazıklarından paydalanıp onunla bir yazık işlep çıkarıp bergen bundak bir güçlük mukaddes intayin akıllık cesur milletinin şerpiye numusuğu tegdi. Bunun için bizden qattiq gazimiz geldi. Undaq olsa bu hükümetler bu qitim birleşimiz deb qandaqdı birleş uyaq tursun yeni bir hükümetini götürüp çıkış arkalık xalqimizning ishonchisini ve xalqimizning buningdan keyingi bu surgunda hükümet degan ismga bo'lgan hurmatini tamamen yok chiqarib düşmanımız için intayin çoğun bir fırsat, milletimiz için intayin bir çoğun yoktuşunu meydana keltirip çıkardı. Onun için Uyguristan Cumhuriyetçiler Partisi, Uyguristan Vakıtlık Hükümeti'ni kuruş arkalık, aldığımızda elip verildiğin, meyle onun bu yıl olsun, ya ki kelaj yıl olsun, ya ki 3 yıl olsun, 4 yıl olsun. Kaçan bizden halkımız, bizden teşvikatlarımız, ve qayta tushuntirishimiz ve xalqimiz bilan birlikte keç gündüz muzokara qilib, o'zaro fikr almashtirib, ilgirgidek xatoliklarni yana sodir qilib qolmaslik uchun umumiy xalqimiz tashqi dunyoda yashayotgan xalqlarimizning bir taldan bilet tashlash orqali o'z davlat raisini, ya'ni hukumat raisini saylab chiqishdan iborat bundaq bir sharafli vazifani xalqimiz bilan birlikte o'rinlash uchun bu chaqiriqni bugun etigen o'ttirg'i qo'ydik. Biz bu chaqiriqni xalqimizning o'ttirg'i tashlagandan keyin ko'plagan fikrlarni topshirib oldik. Ba'zilar so'raydiki, sizlar yana bir hukumat qurib, hozirgi 4 tushgan hukumatni yana 5 qilmoqchimi? Sizlarning bu ippagan hükümet teşvik kılayotgan hükümetinglarning hozirgi mevcut hükümetlerden nima farqi var?
tashqi dunyodagi kishilik huquq inson haqlari ilib berayotgan ko'plagan tashkilotlarning ichida bir qismlari nihoyat yaxshi faoliyatlarni ilib beryotidi. Ular shu faoliyatni davomlashtirsa, biz shularning orqasida tursak bo'lmamdi. Yana bir hukumat quramiz deb o'tirg'i chiqish millatni texmi qalaymiqan qilmamdi. Kötürenmişsen sangıltı ol degandek, biz endi bu hazırki töt hükümetinin derdini tatanmavasak, yeni bir hükümetini kurmakçı misile degenge okşaş suallarını koyuvatıdı. Haklık. Bundak suallarını beriş hakkı var. Hakkımız var hemimizden. Ama bizden oturup koyuvatkan bu kıtımki halkımız tarafından sayılınıp çıkıp, halkımız tarafından kovdulduğun, hazırkıdak 4-5 adam jığılıp, 5-10 adam jığılıp, öz içinden reis sayılıp aldığın emez. Reisini, hükümet reisini halk sayılaydıgan. Ya ki halkның vekili emez. Eğer halkның vekilleri reis sayılaydıgan işi olsa, mesela hazır biz yaşayotgan Amerika'da 435 halk vekili var. Senatörlerini koşkanda 535 halk vekili var. Unda olsa Amerika'nın reisini şular sayılısı buladı o. Unçular çıkım kılıp, unçular vakit sırap kılıp, bütün Amerika'nın her bir şehir kışlaklarına, yezi mahallerine avaz taşlaş botkullarını kurup, unçular çok çıkım kılıp, reis sayılaşından nemiz örüyordu var. Her bir state'lerinin içindeki çok nahiyeler ve üye turuşluk nüfuslar kartta saylanılan vekilleri Amerika'nın Washington'da bugün mü oturuşluk. Şular sayılısı bulmamdı. Demokratiya undak bulmaydı. Men bu qitim Amerika'nın şu Virginia State'inin delegation yani kongresmenlik çapıdığan bir kişinin saylam komitetining reisi olup Amerika'nın saylam işleriga bevosita aralashdim. Ve bu jarayonda men nayt ko'p narsalarni o'rgandim. İlgiriki o'rgangan qonuniy jihatdagi bilimlerim texi yetarlik emasken, men bu qitim bu vazifani elib Amerika'nın saylam ishlariga bevosita qo'l tiqib, men texmi ko'p bilimlarni egalladim ve nurg'un muhim kishilar bilan ko'rishib, Amerika'nın bir qism senator kongresmenleri bilan ko'rishib, ularning og'zidan ham bizning millatimizga bo'lgan ko'z qarashlarini angladim. Aziz vatandaşlarım, İlgirimi ben bu fikrini oturuğa koygan. Amerika'nın aynı vakitteki CIA'nın Uygurlar hakkında bergen bahası da bu millet intayin mehmandost, nakşi müziği kızıqıdığan, nahayeti ahkûngil isil millet, ama bularga siyasi cihetten işinişki bulmaydı deydiğen bir hükümle çıkarıp, o hüküm bir esirge yakın Amerika'nın kim prezident olsa şunun üstüne koyulup keptiken. Amerika'nın kanunu boyunca 30-40 yıl ötkendan keyin ana shunday ba'zi bir maxfiy dokumentlar xalqning oshkora ko'rishiga yo'llanildi. Mana shu dokumentlarning ichidan bizning o'qigan dokumentimizning birisi bu. Amerika'nın Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarashi bu. Biz buni o'zgartirish uchun tirishimiz devasak, hozir qandaqdi, yuqorida biz degandek mana shunday bir aqlliq bir millat turug'liq biz. Tarixda devlet, hakimiyet, xonlik, haqanlıqlarını kurgan bir millet turug'liq. Bugün kunlikda biz tashqi dünyada demokratik devletler yaşap turup, biz intayin bir ahmakane, intayin bir qamlashmagan bir şekilde adamның numus qilg'izgandek bir şekilde ishlarni ilib beryapmiz. U bo'lsa 5 prezident, 5 prime ministerimizning bo'lganligi bu bizning yuzimizni to'kadigan, Uyg'ur millatini numus qildirdigan, Uyg'ur milletining sharafiga, uning numusiga tegadigan eng cho'ng xatolik. Biz buning uchun bularni birlashtirishga qat'iy bo'lmaganligi va bularning mutlaq birlashmaydiganligini bilganligimiz uchun, bu qitim o'zlari uni texmi isbotlaganligi uchun biz qaytadan o'rnimizdan turib, xalqimizga bergan va'damiz bo'yicha xalq tarafidan saylanadigan bir hukumatni o'ttirg'i olib chiqib, uni Yevropa, Amerika boshliq davlatlarning demokratik saylamiga halda maslashadigan şekilde elip berip, xalqarалық saylam qonun prinsiplariga uygun halda elip berip, qurgan hukumatimizni o'ttirg'i olib chiqib, bu hukumat orqali biz tashqi dunyodagi diplomatik munosabatlarimizni ilib berishini tavsiya qilyapmiz. Agar hozirgidek 4 hukumat var bizning bilishimizda hozir. Bu 4 özlerinde hükümet deb atavagan 4 hükümet öz aldığım şunda qalaymiqan iş ip basa, o halda düşman bularning ichidan eng yuyishidan birini tanlab elib,
ulardan paydalanıp bazı bir xalqarалық intayın muhim kelishim to'xtamnomalarga qo'l qo'ydirishi mumkin. Biz bunun için bu 4 hükümet bo'lsa bo'lmaydi demoqchimiz. Onundan başka yeni bir kısım qarindoshlarımızın so'ragan savolida hozirgi mevcut kişilik hukuk insan hakları teşkilatlarının bir kısımları nəhayət yaxşı faoliyat elib beryapti. Ularning ichida intayin ko'p ziyonlarimiz var. Onun etrafında intayin kuchlik odamlar yig'ildi. İqtisodimi bor, ularning qo'lida pulimi bor, vaqtimi bor, yetarlik aql idrakmi bor. Nima uchun shularni tashlab bermaymiz deguchilar bor. Unda qilishga bo'lmaydi. Çünkü o teşkilatlarının nizamname prensibi boyunca ularning reisleri özlerine azalık bedel pulu töleyen kişiler yani azalar tarafından sayılandığı için ularning milletke vakaleten Uygur milletinin takdiri bilen münasebetli olan dokumentlarga kol koyuş hukuki mutlak bulmaydı. Asli bulmaslık gerekti. Bizning xalqimiz mana mushundaq o'zining saylash va saylanishdan iborat bundaq bir muqaddas huquqini ishlatmaganligi uchun ana shundaq bir qism tashkilotlar o'zlarining nizomnoma prinsiplari bo'yicha ish elib bormay inglizcha yoki boshqa tilda so'zlaydigan chig'ida ular boshqa bir tilda javob berib Uyg'ur millatiga so'zlagan chig'ida bizning birdan bir g'oyamiz vatanning mustaqilligi uchun Bizninki bu teşkilatımız vatanning mustaqilligini deydi. Mustaqillik uchun ish elib boradi. Deb bu xalqimizga buni anglatiyotidu. Endi bu yerdagi bir misol olsak, agar biz mana shunday bir tal hukumatni qurish orqali Uyg'ur millati o'zi qurgan hukumatni o'ziga vakolatdan tashqi dunyoda faoliyat elib boradigan ve yuqorida biz degandek xalqarалық kelishimlarga rasmiy o'ziga vakolatdan qo'l qo'ydigan, imzo qo'ydigan bir hukumatni saylab chiqmasa, abay biz deganda qalamqanchiliklar kelib chiqdi. Ilgirki yaqin tarixda bu qalamqanchiliklar kelib chiqdi. Masalan, bir qism kishilik huquq inson haqlari tashkiloti o'zlarining xalq tarafidan saylangan bir tashkilot emasligini bilib turib, ular qandaqda Uyg'ur xalqining taqdiri bilan munosabatli bo'lgan Uyg'urlarni indigenous people'lar kategoriyasiga kirgizib qo'yish dek bir cho'ng xatolikni o'tkazdi. Uning uchun xalqimizning nayt achchiq keldi xavrim bor. Endi ikkinchi bir masala yaqinda mana shundaq hukumatlarni birlashtiramiz deb o'tirg'i chiqqan bir to'p Uyg'urlarning ziyolilari ular o'tirg'i chiqib o'zlarining parlament a'zolarini ve avam palata a'zolarini saylab chiqadigan shu saylanuvchilarning salohiyatini bekitadigan grafisiga davlat tilini ularning ona tili qaysi millatdan bo'lsa shu millatning ona tili deb Uyg'ur tilini chiqarib o'tishga tirishdi. Aziz vatandoshlarım, mana hozir bular bir hukumat qurib o'tiryapti. Agar biz mana shundaq 4-5 ga bo'linib ketgan hukumatni hozirmi bo'ptilar 4 olsun 5 olsun qo'ldan kelishib ish qismi eylemesme. Hey millet için ish qisimi şunun aldın tuz sen. Desek to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bular 4-5 ga bo'linib ketgan bo'lg'achqa 4-5 ning o'z oldiga prezidentlari, prime ministerlari bo'lg'achqa bular 4 xil shaklda faoliyat elib berib, vaqti kelgan chog'da bu millatimizni ichidan chiqib birsi xato usulda xuddi ilgirki kishilik huquq tashkilotlari bizning Uyg'urlarni indigenous people kategoriyasiga kirgizib qo'ygandek, ana shunday cho'ng xatolikdan birini o'tkazib qo'ysa, u chog'da uni o'ngshash uchun nurg'un vaqtimiz ketadi ve bundaq bir xatolikning natijasida vatanimiz ichidagi millatimiz texmi cho'ng qirg'inchilik uchraydi. Men 20 yilning oldida agar biz tashqi dunyoda elib borgan davolarimizda biz uni mustaqillik bu zimin davası elib borsak, kishilik huquq inson haqlari davasini elib borsak, uni va nayt yuqori kuchlarni rivojlantirib, mustaqillikdan iborat bu davoga ko'ngil bo'lmasak, vaqtning o'tishi bilan tashqi dunyoga biz Xitoyda 56 millat yashaydi ekan, uning ichida bir Uyg'ur degan millat bor ekan. Bu Uyg'ur millati islom diniga e'tiqod qilganligi uchun Xitoyning Kommunist partiyasi bilan tang-tang bor ekan deganni anglatib qo'yib, keyin bu Xitoy hokimiyati millatimizni rasmiy bir millat sifatida qirgan chig'ida, ondan bu Xitoyning ichki ishiga aylanib qoladi deb so'zlaganman. Açtaq so'zlagan chig'imda YouTube'larga chiqib,
Hozirgi biz davatgan mevcut kişilik hukuk insan hakları teşkilatının bir kısım rahbarları resmi yig'in chaqirib meni Amerikaga pul hajlab advokat tutib jazolatmoqchi bo'ldi. Dediki Ablacan degan bu kishi Xitoyda bölgünçilik elib berib, bizning tashqi dunyodagi normal kishilik huquq inson haqlari faoliyat elib berishimizga putlik eşan qilyotidi deb bular 20 yilning oldida mening ustimdan advokat tutib da'vo ochdi. Aziz vatandaşlarım, bizning davarımız hech qachon kishilik huquq da'vosi emas. Bizning davarımız hech qachon inson haqlari da'vosi emas. Bizning davarımız zemin davası ve hak talep davasından ibarettir. Ben bunu 20 neçə yılınızı toxtamay sözləvatımen. Bizning davarımız fakat ve fakat zemin davası ve hak talep davası. Xuddi ota bobosidan qolgan bir jahonni bolasının chiqib o'z ota bobosidan qolgan shu uyga, shu hoyliga igidorchilik qilib, uni egallab olgan kishilarni qo'g'lab chiqaradigan bir da'vo. Uning uchun biz buni qonuniy atalg'i bo'yicha haq talab da'vosi deymiz. Aziz vatandaşlarım, uning uchun Uyg'urlar o'z millat nomida bir hukumatni qurib, mayli bu hükümetninki sayılımını xuddi ilgiriki hozirgi mevcut Sharq Turkiston sürgünde hükümetleriga o'xshash 4-5 xalq vakilini yig'ib emas, bunun reisini cho'qim Uyg'ur xalq saylab chiqish kerak. Tashqi dunyodagi barliq Uyg'ur xalq saylab chiqish kerak. Shunda qilgan chig'ida xalq uning orqasida turib, bu o'zi qurib chiqqan hukumatni o'z ko'z qarchig'ini asırgandek asraydi ve onun işinip tashqi dunyoda ilib boradigan butkul faoliyatlarini topshirdi. Ve ulamı xalqqa va'da berib, xalq tarafidan saylangan bir hukumat bo'lganligi uchun bu bayatni biz o'tirib qo'ygandek xatoliklarning oldini ola olamiz. To'sib qala olamiz. Agar unda qilmasak, biz yuqorida deganimizdek bu 4 kipajilinib ketgan hozirgi 4 hukumat, 4 prezident, 4 prime minister bilan 4 xil ohangda naqsha etib, bu bizning millatimizning kelgusidagi eng muhim ba'zi bir nozik nuqtalarda bizni setib o'tishi mumkin. Ularning hammasini deganlik emas. Agar dushman buni ichidan birini yuvashroqidan birini tanlab tepib, uni ishinglar bir kechada ko'tarib chiqib, Uyg'urlarning tashqi dunyodagi eng kuchli bir hukumatiga aylantirib o'talaydi. Ve uningdekin chiqib, uni xalqaro kelishimlarga qo'l qo'ydirib, millatimizning zimin haq talab da'vosi qilishdan iborat bundaq bir muqaddas huquqini mangu yo'q qilish uchun tirishidi. Shuning uchun Uyg'urlar o'rindan dasturib, o'zlarining saylash va saylanishdan iborat eng muqaddas huquqini ishlatib, bir hukumatni qurib chiqib, uni butkul dunyodagi demokratik davlatlarning saylam ve saylash bu prinsiplarga uygun ve yakın masalda elip basa, işinimizki Amerika başlık Avrupa devletleri Uygur milletinin bir taldan taşlagan avaz bilen saylangan bundak bir hükümetini çokum itiraf kılıdı ve onun bilen Uygur meseleleri üstünde sözleşinde bu alda automatik alda bu özüne karangoydu sayılmagan bu tört hükümet automatik alda emelden kalıdı. Eğer ular hakiki milletçi bolsa, ular hakikaten vatan millet için iş kıldıgan, özlerini hakikaten müşündak bir hükümetinin vazifelerini elişka şartın toşudu deydigan kişiler bolsa, o halda bu ketim halkımızdan ki sayılımıga özünü görsetsin de, bu ketim halkımızdan tarafından sayılıp çıkıdığan bir hükümetin içinde vazife alsın. Aziz vatandaşlarım, yani bir ketim eskertey, biz sayılıştan ibaret bu mukaddes hukukumuzu işletmemiz lazım. Teşkilatlara halkның avaz verişinin zörüyeti yok. Çünkü ularning baylağı, yani teşkilatlarınki devletlerge engel doğan vaktideki ularning baylağı da, yani nizamnamesinde, prinsipleri da ularınki reis sayılımı fakat özlerine aza olan ve azalık bedel pulu төлеген kişiler tarafından sayılındı. Onun için ularning umumi halkka vakaleten karar ve kelishimlarga imza qo'yish ve öz aldığı millet namıdın karar çıkırış hukuki mutlak bulmaydı. Eğer unda kısa ular hatalaşkan buludu. Bunu insanlarda çın tutunlar aziz vatandaşlarım. Şuna teşkilatlarını hükümet bilen okşaş orungu koyup,
karanglar bulmaydigan iş bulmasın. Haqiqiy vatan millatni söylemen, vatanimni, xalqimni, aşı düşmanninki bugünkü dek bir defsensizlikka uçlayotgan xalqimizni azad, hür ve müstakil yaşaş için bir kişilik hisse qo'shiman desanglar, undaq olsa çoqum sizlar bu prinsipni tushunishinglar kerak. Tashkilotlar yana bir eskartimiz, öz a'zolari tarafidan saylanadigan bo'lg'achqa, uning raisleri ve uning vazifa o'tagan rahbarlik o'rindagilarning millatga vakolatan, umumiy millatga vakolatan qaror chiqarish ve xalqarалық kelishim nizomlamaga qo'l qo'yish huquqiy mutlaq bo'lmaydi. Ammo Uyg'ur xalqi o'zi ovoz berib, o'zlari saylab chiqqan bir hukumat bu huquqqa ega. Uni xalqaroga e'tirof qildirish uchun cho'qim xalqarалық bayatimiz degandek saylash ve saylanish prinsiplariga asosan bir hukumatni qurib chiqmagimiz lozim. Bu hukumat cho'qim Uyg'ur millatining o'zining nomida qurilishi kerak. Uyg'ur millatining o'z nomida davlat qurish haq va huquqi bor. Tarixda shunday qurgan biz, bundan keyin shunday quramiz. Buninglik bilan Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq qarindosh millatlarimizni ranjib qolandiki deb o'ylamanglar. Ularning davlatlari bor. Memleket ichidagi Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qarindoshlarımızdan burun biz qanday o'tgan bo'lsak, buningdan keyin shunday chiroyli o'tayveramiz. Biz ular bilan qarindosh. Ammo bu davlat Uyg'urning davlati. Ular yer yaşaydigan fuqarolar, xuddi bizning Uyg'urlarimiz Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonda yashayotgandek. Shuning uchun aziz vatandoshlarim, yana men gapimni tugatishdan burun shunday bir narsani yana bir qitim intayin qattiq o'tinamanki, u bo'lsa millatimiz o'rninglardan turib, hey, men boshqaraman bu siyosatni, hey, men buktiman bu raisni, hey, to'xta, men mangdiraman bu siyosatni, mening ovozimsiz mangdiranmaysan, ham mangmaysan deydigan vaqtinglar keldi. Bu huquq sizlarning qo'linglarda xalqim. Sizlarning qo'linglarda xalqim. Sizlarni bundaq o'z oldiga 5-10 odam yig'ilib qurib olgan tashkilot, hukumatlar boshqarmasligi kerak. Sizlar ularni boshqarishinglar kerak. Bu hükümet xalqning hükümeti bo'lishi, xalq tarafidan qo'llanib, gullanib, xalq tarafidan elib tashlanishi kerak. Bu huquq sizlarning qo'linglarda. Bundaq bir muqaddas huquqlarni ishlatadigan vaqtlar keldi. Aziz vatandoshlarim, biz bir asrga yaqin Xitoy kommunistlarining qo'lda qilib, biz bu saylanishdan iborat bundaq huquqimizni hech ishlatish fursatimiz bo'lmadi, ham ishlatmadik. Uning uchun bilmayotgandik. Tashqi dünyada, Avropada yaşayotimiz tekçi bilmedikmi? Bizning endi bu muqaddas huquqimizni ishlatadigan tashkilotning rahbarlarini, partiya, hukumatlarning rahbarlarini biz uyimizga chaqirib, mehmon qilib, uning bilan muomalani biz tuzmay, ular xuddi o'sha Avropa, Amerika boshqa davlatlarning vazifaga o'ltirish uchun chopgan prezidentlik va boshqa vazifalarga chipatgan xalqning uylariga her bir kişilerin aldığı verip, salam verip, ulağa özlerinin məqsədlərini anlatıp, qandaq yol urup, o avazga erişken bolsa, bizning Uyg'urlarimiz şu şekilde öz milletine, yürekideki, kalbideki arzularini, ümitlerini, qasamlarini berip, bu saylamdan aşlarının bir tal avazı eriş için sizlarga ular yalvarmaga lazım. Siyaset degen bu. Demokratiya degen bu. Aziz vatandaşlarım, çoqum muşu minut, muşu daqiqadan tatib, bütkül tashqi dunyodagi barliq siyosatni men belgilayman danglar uyda o'tirib, men bekitiman danglar uyda o'tirib. Chunki sizlar bekitishinglar kerak, ham sizlar bekitmakliginglar shart. Shu munosabat bilan men bugun mana muşu eng muhim bir qancha nuqtalarni eskartib qo'yish uchun ve o'tirib tushgan bir qism savollarga javob berish uchun qo'limga telefonda iliblam tayyorliqsiz so'zlab qo'ydim. Agar ovozimda yuqori chiqib, gap so'zlarimda qisman xatolashgan bo'lsam, fikrni ayibga buyurmanglar. Ammo yana bir qitim o'tinay, sizlar belgilaysizlar bu siyosatni, sizlar bekitisizlar bu raisni, sizlar mangdirsizlar bu hukumatni ve sizlar qo'g'daysizlar bu hukumatni. Hammangizlarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Yana bir qitim ko'rishguncha omon bo'linglar.